Kanada parlamentinin Avam palatasi 30 yanvar kuni Kanada liberal parlament a'zosi Sami Zubayrning Kanadaga 10 ming Uyg'ur musofirni qabul qilish qarori loyihasini muzakkar qilgan. Bu 1 fevral kuni ovozga qo'yilgan mazkur qaror loyihasining parlamentda oxirgi qitim muzakkar qilinishidir. Yig'inda bosh ministr Trudeauning hokimiyat beshidagi Kanada liberallar partiyasidan bo'lgan parlament a'zosi Sami Zubayr so'z qilib, har qaysi partiyalardan bo'lgan parlament a'zolarini va hukumatni bu qaror loyihasiga qo'llab ovoz berishga, hukumatni chet ellarda sarson bo'lib yurgan 10 ming Uyg'ur musofirni tezroq Kanadaga elib kelishga chaqirgan. Xitoy yer tevrashdan ma'lumot berish idorasining xabar qilishicha, 30 yanvar Urumchi vaqti soat 5:49 da Oqsu viloyatining Shoir noyisida 6.1 bola yer tevirgan. Tavrash markazining cho'nqurligi 50 kilometr bo'lgan. Xitoy axborot vositalarining xabar qilishicha, Oqsu viloyatiga qarashli har qaysi rayonlar, Qashqarning Maralbeshi noyisi, Urumchi va Orol rayonidagi aholilar kuchli yer tavrashni his qilgan. Ammo ofat jarayonidagi yaralanish va iqtisodiy ziyon haqida hech qanday ma'lumot berilmagan. Uyg'ur Akademiyasi fondi 2023-yil 29 yanvar İstanbulning Uyg'urlar ko'p o'ltiraqlashgan Safakoy rayonida yangi ishxonasini ochdi. Ichilishga Sharq Turkiston ommaviy tashkilotlarining mas'ullari, Uyg'ur ziyolilar va o'quvchilar bo'lib nurg'un kishilar qatnashdi. Xitoy telegraf magnati Huawei'ning Turkiya qurolli qismlariga mulozimat qilishda chang turishi diqqatni tortgan edi. Lekin Anqara va yerlik ko'chma xabarli shirkatlar bilan suhbatlashayotgan Huawei'ning Turkiyada hozirgacha o'rnatgan yaxshi munosabati ozroq ziyon uchirgan. Huawei shirkati Amerikadagi Cisco shirkati Turkiya armiyasiga ta'minlab kelgan sonliq ma'lumot turi mulozimatiga xaridor chaqirishga qatnashgan bo'lib, bu xaridor chaqirishda g'alaba qila olmagan. Huawei shirkatining xaridor chaqirishda mag'lub bo'lishi Xitoyning Turkiya bilan bo'lgan yaxshi munosabatining nacharlashganligini keltirib chiqargan. Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi yana bir krizis yuz berdi. Xitoy doiralari yangidan saylangan Amerika Avam palatasining boshlig'i Kevin McCarthy'ning Tayvanga qilgan ziyaratiga qarshi turganligini xabar qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Mao'ning kundalik muxbirlarni kutilish yig'inida McCarthy'ning Xitoy bilan bo'lgan egalik huquq to'qinishida bo'layotgan orolni ziyorat qilishni ogohlantirganligi va davlat mudofaa ministrligining buningga tayyorlik qilayotganligi to'g'risidagi savolga javob berib norozilik bildirdi.